Ya'ni achingan joyim, haligi musulmon odam azizlikni boshqa yerda qidiryapmiz. Maqsadni odam tushunadigan bo'lsa-chi, maqsading nima degan savol hammamiz o'zimizga o'zimiz savol beraylik-da. Nima uchun yashayapman? Masalan, kimdir pul uchun ishlayapti-da, pulni nima uchun topamiz desa, bizga ibodatga yo'l bo'lish uchun. Lekin achinarli joyi, odamlar ibodatni tashlab pulga berilib ketyapti. U ham mayli, pulga sig'inib ketyapti. Mana buni shariatda maqosidi shariat deyiladi. Bugungi aytayotgan darsim, shariatning maqsadi nima? Shariatning maqsadi birinchi o'rinda hifzuddin turadi. Dinni himoya qilish turadi. Birinchi o'rinda hifzuddin. Yo bizda birinchi o'rinda yo obro'ni himoya qiladi yoki pulni himoya qiladi. Chunki zo'r dindor bolalar masalan ixtiloflashib qoldi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ikkalasiga o'rtaga tushadigan bo'lsangiz, nafsini birinchi o'ringa qo'yadi. Meni foydamga bo'lmadi, Qur'on hadisdan aytayapman sizga. Yo, o'tmaydi bu deyapti. Birinchi o'ringa Alloh va Rasuli qo'yilmadimi? U odam nafsiga yoki dunyoga ibodat qilayotgan bo'ladi.